Ay, charchamayapsizlarmi? Xo'p, navbatdagi ishimizga keldik. Bolalarimizga o'ta yaxshi holatga kelib qolibdi. Xo'p, mana taglarini ko'rsanglar, ip yo'qda, hozir mana tentlarini ko'rsataman. Mana qisqasi salniga qo'yib yuborgan, suv o'tishni boshlagan. Mana bunga o'tib plus minus bitta bo'lib qolgan. To'kis qutisi zamikanda bo'lib svetlar o'chib qolaveribdi. Sababi mayerdan mana o'techka bo'lyapti. Shu o'techkani hisobiga ichkariga to'planib bitta bo'lgan. Shunga vaqti bilan bo'llarni doim nazorat qilib turish kerak. Suv vaqtini обязательно sanniklarda almashtirish kerak edi. Mana tashar bo'lgan, ko'p emas lekin asosan shuni ichida bo'lgan. Kabellar hammasi yonib zamkaniya bo'lib ketgan, avtomat tashab keyin o'chib qolgan. Hozir ochamiz, zamena polniy krishka, tent, relay datchik hammasini yangi qo'yamiz. Lifnoy bo'lyapti hozir.